Shahar yaxshi lokatsiyasidan hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun Yakkasaroy tumani Salomatinadan 215 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimizda sotuvda juda ham yaxshi keng mahallada joylashgan. Jiloy maydoni 250 kvadratdan kattaroq, juda ham chiroyli shinam mahallada joylashgan. Eshikdan kirishimiz bilan shunaqa katta keng hovli kutib oladi. Bemalol 3-4 ta mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Asosiy xodimizda katta eshiklar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Va orqa hovliga o'tamiz. Zelena zona uchun joy va bu yoqda yozgi oshxonaga ham joylar qoldirib ketilgan. Uyimizning orqa fasadini ko'rishingiz mumkin. Akkuratniy bo'lib bitgan. Sizlarga uyimizning ichki qismini ko'rsatib o'taman. Ko'chada umumiy hojatxonamiz ham bor. 215 sotuvdan maksimum foydalanilgan jiloy maydoni yetib o'tganimda 250 kvadratdan kattaroq. Eshikdan kirishimiz bilan bizani ikkinchi qavatga va podvalga tushadigan lestnitsalar kutib oladi. Birinchi xonamizda zal, bemalol shu yerda mehmoniylar kuturasizlar. Hozirgi kunda o'zi Yakkasaroyda sotuvda hovlilar juda ham kam. Yaxshi lyustralar ilingan. Oshxonamizda ikkitalab oynalar qoldirilgan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan, plus konditsioner uchun ham отдельно simlar qoldirilgan. Umumiy sanuzel va birinchi qavatga tegishli spalni. 215 sotuvga bunaqa katta keng hovli qoldirilgan uylarning planirovkasida ko'pincha birinchi qavatda spalni bo'lmaydi, lekin bu uyimizda spalnisi ham bor. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Uyimizning ikkinchi qavatiga chiqqanda shunaqa atmosfera kutib oladi. Katta hol. Men o'zim shuncha uylarda yurib, lekin 215 sotuvga bunaqa yaxshi planirovka ko'rmaganman. Katta zal ikkinchi qavatda. Ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni ichida o'zini sanuzeli bilan. Sanuzelning keng kattaligini qaranglar. Qo'shimchasiga yana bitta spalnimiz va yana sanuzel bor. Mehmonlarni shu xonada kutsanglar, shunda sanuzel yonginasida. Va yana bitta spalni joylashgan. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Uyimizning podval qismiga tushganda xonalar tayyor remont qilib qo'yilgan. Xohlasanglar garderob, xohlasanglar kladovka, sportzal, xohlagan videolarda foydalansanglar bo'ladi. Kotelniy qismimiz, kladovочный qismimiz va yana bitta keng xona. Bu xonani kinoteatr qilib olsanglar mazza qilib o'tiradigan xona bo'lgan. Narxini $400 ming narxlovimiz, nomerni yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.